G'oyib bo'lganlardan biri Yusuf Turg'un 1989-yili Urumchida tug'ilgan. 12-si bana birisidan telefon kepti, menda balını eçketdi, işlep çörüp ottağa üydün, kurallık çörüp eçketdi dep. Şunun çeksaq bir ay olgan çağda endikin, sorak kılgan edemli keldi üstaqti. Kelip balan nemiş kılıptı, nemiş burun kanda işlemini kılıptı, o gün ne dedi. Şu buruna şu telefon remont kılıptı, şundan şu desem balanın şu funkcisi yok ki yanında dedi, batte yanında. Desem yokken degende nopposman kelimelerini deppadim. Kimlik numarını deppasam onu gezvelip, üçüncü kadın yani biz kelimemiz aşınım kılıp koy dedi. Dedim sen üçüncü kadın kepti, bizden nememizde emes o balını yötkivetti hazır. Biz onunki bizden başkırışımızda emes dep kepti. Şununca bizden izimge yerlerimiz kalmadı. G'oyiblardan yana biri Mamtimin Yasin 1976-yili Qashqar 9-aqda tug'ilgan. Şöken saat 11'den öğlen çıkıp gitti. Hep şu kiyim giyeceklerini eğlep şu dokazcan sapkın atağın naletten şu iş çıkan emri. Olanlardan o aran ötüle böyle hoşumuzdan sonra uçurvaktı bu. Yeni pikilenmegen elek bizde sancıldığın bomba parti degen getini aldık. Tupun kıta bu hoşumuzga men tupu yoktu. Elsirimiz sonra biz Zanikan'dan tupunda ele hoşumuzdan. Dep şuna dep şuna ona akşam bir kez tupun hemen tupun olsam o tupun kaç tok deyip şuna ona kürşemedim ben. Ertesi ele hoşumuz geldi. Tıdağımne, mina iğnimne, məmtinimne, üçeylemne saat üçeylemne eçketleri saat içerimde. Şunun ki bana istep bağma yerim kalmadan dışkılıp. Yani tutulup ketken vakti 7. ayının 6. günü ertigende saat 11, şundaqmı? İçerimde, çıkan saate. Evet. Kançoğu 7. ayının 20'si barsam Kaşqar'da baken dedi. Mana iğni koyup durdu, dersi tarafından da manda deptudi. Şunu olayım bize dep verip kilip durdu kançoğa. Ondan keyin verdim o şampon denimleri okşamaydı ki smokşıgan bilen dep turvaldı. Yoğun bir ayal hem de benim apam dek kildigan. Ay biz yalan yapımız ondan da dep aşağı ben jıglap kettim, 4 balını elip vardım. Şundan keyin bizden hoşumuzdan ızdırık çıktı Kaşqar'da baken. Emme turumluk istep barı kayından mağdım, balını ütlep ne hoğu verip 4 balını ütlep bardım aşağı. Dağılıklarımız kanmıdı bana hazır ızdırık yok. Ya günah deb cevap verse. Ya biz muhaciranda ötürüp çıkmanı bana kızık dese, günah kıtken dese. Bir kız bir kanaatini cevap yok. Ben hazır çırganda dekmiş hadi fazla kılıp alıp yüreğime dişler. Hürmetli radyo anlıqçılar. Bu yılın başında türmede urup öldürülgen 17 yaşlık Nurul İslam'ның Uyghur ayının 50-yillardaki Savdo Sanoat naziri Davud Kurban'ның nevrisi ekanligi oshkorlangan. Egallishimizcha 5-yildan keyin g'oyib bo'lganlar orasidami Xitoy uchun aktiv xizmat qilgan va katta martabaga erishgan sobiq va vazifadagi amaldorlarning urug'tiqonlarimi bor. G'oyiblardan Amantay Jumatay Uyg'ur ayının 1950-yillardagi qatnash noziri Hamza Qarabayning nevrisi. Bizning dadlarimizga o'z vaqtida ma'lum siyosiy kengashning chaquvlari qabr ulanbaydiq mavzumlar qabrsi qo'ygan xizmat ko'rsatgan bizning dadlarimiz bo'ladi. Biz Gungchandagi partiyaga sodiq ishlagan odamlar. Siz bu oilangizning burun hukumat partiya uchun xizmat qilgan oila ekanligingizni dedingiz. Bu kim bo'ladi sizniki shu burunqi bu tarix shaxslar qatorida? Hamza burunqi qatnash transport noziri bo'lgan. Familiyasi nima? Hamza Qarbay deydi. Qancha yillarda vazifa o'tagan? Voy bu ozodlikda yana ozod bo'lgandalar burun mana Gomindan vaqt ishlaganlar bu Gomindan ajosi kema Gungchandani qurilib qo'shi burunqi qatnash transport idorasining noziri bo'lgan. Yana bir gap, sizlar mush ahvolni bu janobilg'i deb baxmidingizmi? Insonning o'ziga o cho'ng odamlar bo'lmasa biz aralashgan. Endi qanday olamiz qozoq rahbar emasmi? Yetkizgan tirish baxmidingizmi deyman-ku men. Yo'q, janobilga yetkazolmadi. O cho'ng odam, bu hurmatli odam. Bu cho'ng odam. Ama cho'ng odam ma'u vaqami uningdimi cho'ng vaqa. Naq shu odam orasida vaqa ma'u. Hozir to'g'ri mak gapingizning to'g'ri. G'oyiblardan İmam Mehmet Ali Uyg'ur rayonining sobiq raisi, navbatda Xitoy mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudiri İsmail Tilvoldining yaqin tuqqani. Siz asli qayerdan? Asli yurtingiz qayerdan? Qashqar Beshkirimdan. 22 yildan yaqin siz Urumchida turyapsiz, shundaqmi? Urumchida turyapman. Bu sizning bu urug' tuqqanlaringizning ichida hukumat organlari bilan munosabat bo'lgan, biror boshliq qilib to'naydigan biror odammi yo'qmi zodi? İsmail Tilvoldining aile bilan men tuqqan kelaman. Onunga dedim, uyga bordim. Basam hukumat adil bunga javob berdi ustam. İsmail Tilvoldi o'zi shuna dedi. Sen to'liq qayg'urmay to'xtab tur dedi. Ma'qul dedim. Mana shu gap bilan o'tirdim jana. Bu İsmail Tilvoldi hozir Beyjingda-ku. Beyjingda ekan, mushaga nevrisining xatni to'yini qilganda chiqib ekan uyga bordim. Marim acham deb oila bilan hali tuqqan kelaman. Onam bijnevri bo'ladi ekan. Bu İsmail Tilvoldi qanday tuqqan bo'lsa, tuqqan bo'lgan chog'da? Ayoli
bilan onam bijnavr bo'ldi ekan. Uni o'li burunda mush vaqaning oldidan bilishamtinglar urug'tiqanliqinglar. Bilishdik, Arangda badi keldi bormi yo'qmidi? To'y to'kilida ko'rishdik. Bir to'y qilsa o'g'lini o'ldi badim, qizlarini chiqadi badim. Endi ashunchalik qanchalik bor. Beyjingga borgan chog'da uyga izlab bormidingizmi? Yo'q, bormadim. O sizce İsmail Tilvaldi boşqanda bir ko'ngil bo'lmagandimi yoki ko'ngil bo'libmi kuchi yetmagandimi? Men İsmail Tilvaldi buni so'rashdi, qilmadi. Uningdan boshqa idora jamiyat sifatida qaysi o'rin, qaysi idoralarga yana berib deb baqdingiz? 3 yilning men, bu 7-akasi 3 yil bo'lsa, 2 yil uyimga chiqmadim. Yoz uyda o'tirmadim, balamni izladim. Hukumat o'rinlaridan. Atiganda ketib keldim uyga. Nurbekir bilan ko'rishib baqdan bitirishmadingizmi? Men Nurbekirning idorasining oldiga berib, 2 qiz o'tdim qada. Meni yaqin keltirmadi. Bizga vakil bo'lgan Nurbekir bizni qarsini ko'rsatmadi-ku. Sizcha shunda boshliqlar bilan Shinjon xotirjam tinch aman bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizga bir haqiqiy boshliqni chiqarib beradi. Alloh o'zingga qo'yib qo'ydim. Ey Alloh, meni qatqisasam desang operatsiyadan chiqib o'tdim men inshaalloh. Hürmetli radio anlıqçılar. Yuqorida 5-yildan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarimizning 8-qismi